Assalomu alaykum. 2023 noyabr oyidagi sertifikat fonda tushgan fotosintez modellashuv reaksiyasi masalasini sizlarga yechib bermoqchiman. Ma'lum qismini belgilab oldim, ya'ni vaqtdan o'g'irlamaslik uchun, kamroq vaqtda sizga tezroq tushuntirib berish uchun. Masalan, o'qib olamiz. Shartda fotosintezning yorug'lik bosqichida to'plangan ATP energiyasi noma'lum qismi qorong'ulik bosqichida 900 gram glukoza, ya'ni kerakli joylarga men chizib oldim. 900 gram glukoza sintezlashga sarflandi. ATP molekulasi 6 marta oshdi. ADF oshdi, ATP kamaydi. Ya'ni bu tabiiy holat, chunki ATP sarflanadi, sarflangandan keyin parchalangandan keyin glukoza hosil bo'ladi qorong'ulikda, ADF hosil bo'ladi. ADF sarflansa, ATP hosil bo'ladi. Jarayonning oxirida ADFda ortib qolgan ATPni. Demak, 1 mol uchun 900 ni 180 ga bo'lsangiz 5 mol glukoza chiqadi. Qanday? Ya'ni 1 mol uchun 180 gram bo'lsa, 5 mol 900 gram uchun gram qolib ketdi. 900 gram uchun qancha deb x proporsiya qiladigan bo'lsak, 900 gram uchun 5 mol. Endi 1 mol glukoza sintez uchun 18 ta ATP sarf bo'ladi. 5 mol uchun qancha desak 90 ta ATP. Endi mana bu yerda biz bitta joyga e'tibor berishimiz kerak. 90 ta ATP sarf bo'lyaptimi? Minus 90 ta ATP. 90 ta ATP sarf bo'ldimi? Endi mana bu yerda plus Şiddet ATP'ga teng bo'ladi, bilasizda, plus 90 ta ADP hosil bo'ladi. Mana shu narsani tushunib olishingiz kerak. Endi sizga oson so'zlashish uchun ATPni x deb oldim, ADPni y deb oldim. Xo'p, ATPni topadigan bo'lsam, masala sharti bo'yicha ketaman. Ketyapti. ATPning dastlabki miqdori esa 4 marta kamayganligini aniqlang deyapti. 4 marta dastlabki ATP qancha bo'lyapti? Dastlabki ATP x bo'lyapti. 4 marta kamaygan. Ya'ni mana dastlab x bo'lsa, ATPimiz x'imizdan boyaga 90 ketyapti. 4 bo'lib qolyapti. Asli testlari x minus 90 taqsim x qilishimiz kerak edi. Bunda ish ko'payib ketadi. Buni osonroq qilamiz. Bitta joyda shuni ko'rsatib ketaman. Ya'ni 4x minus 9 kare 4 bo'lsa, demak 36 360 bo'lsa teng x ga. 3x teng 360 ga. X teng 120. 120 ya'ni ortib qolgan ATP miqdorini toping deyapti-ku, 120 dastlabki chiqadi. Endi mana 120 dan x imiz necha? 90 edi. 90 sarflanib ketgan ATP mana bu yerga chizib qo'ydim. Minus 90 bo'lsa 30 bu ortib qolgan ATP. Mana bitta qaraymiz, 120 lik javoblar chiqarib tashlaymiz. Demak, A va D javoblari chiqib ketdi, ikkita javob bor. Endi ikkinchi shartimiz ADP bo'yicha, ya'ni Y bo'yicha. ADP molekular soni 6 marta oshganligi, ya'ni dastlab Y bo'lgan, unga 90 kelib qo'shilgan, dastlabkiga bo'lsak, dastlabkiga nisbatan 6 marta oshgan. Shunda Y plus 90 teng 6y ga. Ayirsak 5y teng 90 ga. Y teng 18. Dastlabki ADPimiz demak, dastlabkisi 18 ta bo'lgan. Unga 90 ta kelib qo'shilib 108 ta ADP hosil bo'lgan. Jarayon oxiridagi ADP 108 ta. Demak, 90 degan javobdan chiqib ketadi. Bizda to'g'ri javob qaysi bo'lar ekan? Bizda to'g'ri javob sen javob berishgan. E'tiboringiz uchun rahmat.